Demak, navbatdagi tengsizligimiz 14-tengsizlik. Hop, birinchi qiladigan ishim hamma qismini 6 ga bo'lib yuboraman. Natijada x kvadrat minus 7 taqsim 6 x minus 5 taqsim 6 0 dan katta degan tengsizlik paydo bo'ldi. Hop, demak buni ko'paytiruvchi rejatga olishimiz kerak. X minus minus 5 taqsim 3 birinchi qavsimiz bo'ladi. Ikkinchi qavsimiz x plus 1 taqsim 2 katta 0 ko'rinishiga keltirib oldik. Demak, qiladigan ishimiz birinchi tenglama sifatida qaraymiz, yechimlarni aniqlaymiz yoki nollarni aniqlash deb ataladi buni. 5 taqsim 3 va x ikkimiz minusdan 1 taqsim 2 va oraliqlarni ustiga qo'yib yuboraman. Minus 1 taqsim 2 5 taqsim 3. Hop, mana bunday holatda. Hop, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, minus 1 taqsim 2 dan bu tarafda joylashgan ixtiyoriy, masalan 1, minus 1 oladigan bo'lsak, hop, demak manfiy chiqar ekan. Hop, oraliq 0 ni qo'ysak, hop, yana manfiy bo'lar ekan bizda. Hop, 5 ni mana bundan kattasini qo'ysak, musbat bo'lar ekan. 15-tengsizlikdan davom ettiramiz. Demak, tengsizlikni hamma tarafidan 8 ni ayirib yuboraman. Natijada minus 6 katta minus 3 da x kichkina 3. Hop, endi hamma qismini minus 3 ga bo'lib yuborish kerak. Natijada mana bu joy plusdan 2 bo'ladi. Katta x katta teng 1. Hop, x tegishli 1 dan hop 1 to'rtburchak qavsga olinadi 2 gacha. Hop, minus 1 dan 2 gacha deyishimiz kerak edi. Hop, ana shu ko'rinishda bo'ladi javobimiz. Hop, keyingi 16-tengsizlik. Demak, modulni tashlab yuborsak, mana bu ko'rinishga keladi. Hop, ikki xil holatda ko'rishimiz mumkin buni. O'chirib olaman. X plus 1 katta 1 dan mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hop, har ikki tarafdan 2 ni ayirib olaman. Natijada minus 3 katta 3x katta minus 1 ko'rinishiga kelib qoladi. Hop, endi hamma tarafini 3 ga bo'lib yuborsak, minus 1 katta x. Hop, mana bu joy adashib ketilibdi. Plus 1 bo'lishi kerak edi. Adashish natijasida minus 1 ga aylangan bu. Katta minus 1 taqsim 3. Hop, yakuniy javob x kichkina minus 1 dan va x katta minus 1 taqsim 3 dan. Mana bu yakuniy javob bo'ladi. Hop, 17-tengsizlikka o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu tengsizliklar sistemasi ekan. Hop, demak, raqamlab olaylik, keling. Mana bu birinchi tengsizlik 2 deymiz, buni 3 deb olamiz. Hop, endi ishlashni boshlashimiz mumkin. Ya'ni birinchi tengsizlikni ishlayman. Hop, 3x minus 5 katta teng x minus 9 dan. Hop, bu tarafga x ni o'tkazaman, 5 ni bu tarafga o'tkazib yuboraman. Natijada hop, 3x minus x katta teng minus 9 plus 5. Hop, 2 ta x paydo bo'ladi bizda, katta teng minus 4. 2 ga bo'lib yuborish mumkin. X katta teng minus 2. Demak, bu birinchi yechim. Hop, endi ikkinchi yechimga o'taman. Hop, 2 ta x plus 7 katta 3x plus 9. Hop, 2x bu tarafga o'tkazmoqchiman, 9 ni bu tarafga o'tkazmoqchiman. Natijada hop, 3x minus 2x katta hop 7 minus 9 bo'lib qoladi. X katta minus 2 dan. Bu ikkinchi yechim. Uchinchi holat. 8 minus 5x katta 2 minus 4x dan. Hop, bu tarafga o'tkazib yuboraman 4x. 8 bu tarafga o'tkazib yuboraman. Natijada minus 5x plus 4x katta 2 minus 8. Minus x katta
minus 6 va x kichik 6 dan. Hop, demak umumiy holatni ko'rib chiqishimiz kerak bu joyda. Hop, yakuniy javob sifatida x katta minus 2 dan va x kichik 6 dan. X tegishli, mana yozib qo'yaman. X tegishli hop minus 2 yu 6 oraliqqa deb yozib qo'yishimiz mumkin. Hop, demak 17-tengsizlikni ishladik. 18-tengsizlikka o'tishimiz mumkin. Hop, 6 ga bo'lib yuboraman. Natijada x kvadrat minus 7 taqsim 6x plus 2 taqsim 6 kichik 0 dan. Hop, yozib olaman boshqatdan tengsizlikni. X kvadrat minus 7 taqsim 6x hop plus 1 taqsim 3, ya'ni mana bu qismini 2 ga qisqartirib yubordim. 0 dan kichik ko'rinishga kelib qoldi. Demak, buni ko'paytiruvchiga ajratish usulida ishlaymiz. Ko'paytiruvchiga ajratish uchun yechimlarni topib olish kerak. Hop, yechimlarni qo'yib ishlab oldik. Endi ko'paytiruvchiga ajratganimizdan keyin mana bu holatda tekshiramiz ildizni. Hop, mana bu joyi 1 taqsim 2 deb olaman, mana bu joyi 2 taqsim 3 deb olaman. Hop. Keling, 2 taqsim 3 dan katta bo'lgan son ixtiyoriy 1 qo'yaylik masalan. 1 qo'ysak, mana bu joy musbat bo'ladi va mana bu qismimiz ham musbat bo'ladi. Natija musbat bo'ladi. 1 taqsim 2 va 2 taqsim 3 oralig'ida ixtiyoriy bitta son olishimiz mumkin. Hop, bu joyda manfiy bo'lar ekan, mana bu oraliqda 0 ni qo'yadigan bo'lsam, musbat bo'lib ketadi. Hop, natijada x tegishli bo'ladi 1 taqsim 2 yu 2 taqsim 3 oraliqqa. Hop, keyingi tengsizlikka o'tishimiz mumkin. Hop, oldingiga o'xshash. Demak, bunday turdagi inslar ishlaganmiz. Hamma tarafdan 10 dan ayirib olaman dastlab qiladigan ishim. Demak, minus 9 katta minus 3x hop, katta 3. Hop, hamma tarafini minus 3 ga bo'lib yuboraman. Minus songa bo'lganim uchun tengsizlik belgisi qarama-qarshi o'zgaradi. Minus 3 bo'lib plus 3 ga aylanib ketadi bu. Katta x katta minus 1. Hop, demak yozib qo'yamiz. X tegishli minus 1 dan minus 1 dan 3 gacha bo'lgan oraliqqa. Hop, 20-tengsizligimiz modulli tengsizlik. Buni ham mana bu usulda yechib olaman. Minus 3 katta teng 2 minus 5x teng 3. Hop, hamma tarafdan 2 ni ayirib tashlayman. Natijada minus 5 katta teng minus 5x hop, kichik teng hop 1. Demak, hamma tarafini minus 5 ga bo'lib yuboraman. Natijada mana bu qism plus 1 bo'ladi. Hop, minus 5 ga bo'lgan uchun tengsizlik qarama-qarshi o'zgarib qoladi va x bo'ladi bu joyda. Mana bu holatda minus 1 taqsim 5. Hop, x tegishli, demak yechimni yozib qo'yaman. Minus 1 taqsim 5 u 1 oraliqqa. Hop, qadrli do'stlar, demak tengsizliklar mavzusidagi konsultatsiyamizni yakunladik. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.